Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Quyidagi misolimizda berilgan ifodani hisoblang degan savol kelibdi. Demak, bu savol ishlashda biz nima qilamiz? Birinchi navbatda kasr mahrajini soddalashtirib oladigan bo'lsak, kasr suratiga tegmaymiz. O'zi 1 bo'lib turibdi. Demak, 1 taqsimda. Endi o'nli kasrlarni bo'lish qoidasi orqali biz verguldan keyin ikkita son bo'lganligi hisobiga suratdagi son yozamiz. 1 butun deb qo'ysak bo'ladi. Ya'ni orqasiga verguldan ikkita 0 qo'ysak bo'ladi. Mahrajda esa 0.04. Va qo'shish holatda plyusda 2.00, mahrajda esa 0.100dan8. Qo'shish holatda 100. Verguldan keyin bizda ikkita son bo'lganligi hisobiga 1 dan keyin vergul qo'yib, orqasiga ikkita 0 qo'shib qo'yamiz. Ya'ni 1.00, mahrajda esa 0.100dan2. Endi esa kasr mahraji juda ham oddiy ifoda hosil bo'ladi. Misol uchun berilgan ifodamiz agar vergul bo'lmaganda qanday o'qiladi? 100. Demak, 100 ni 4 ga bo'lsak, 1 taqsimda mana 100 ni 4 ga bo'lamiz. 25. Qo'shilgan mana 200 ni 8 ga bo'lsak 25. Qo'shilgan 100 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsa 50. Juda ham oddiy ifoda hosil bo'lib qoladi. Endi esa kasr mahrajini hisoblaydigan bo'lsak bizda 1 taqsim 100 soni hosil bo'ladi. Ya'ni bu bizda 0.100dan 1. Demak, berilgan misolimiz javobi 0.100dan 1 ga teng bo'ladi.